Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi o'quv mashg'ulotimiz byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisob fanidan birinchi mavzuyimiz haqida tushunchalarga ega bo'lasiz. Demak, mavzuyimiz byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining vazifalari va mazmuni. Demak, byudjet tashkilotlari buxgalteriya hisobi bu tashkilotga ajratilgan davlat byudjet mablag'lari va nobyudjet mablag'lari ijrosining buxgalteriya hisobi hisoblanadi. Ya'ni buxgalteriya hisobi vositasida tashkilotning pul mablag'lari, daromadlari va xarajatlari, hisob-kitoblardagi mablag'lari, qolaversa byudjet ijrosi jarayonida tashkil qilinadigan fondlari va zaxiralari hamda boshqa moddiy qiymatliklari aks ettiriladi. Buxgalteriya hisobining maqsadi foydalanuvchilarni o'z vaqtida to'liq hamda aniq moliyaviy va boshqa buxgalteriya axboroti bilan ta'minlashdir. Boshlang'ich tibbiy yordam muassasalarida buxgalteriya hisobining vazifalari quyidagilardan iborat. Ya'ni 61-son davlat byudjetida turgan tashkilot va muassasalarda buxgalteriya hisobini tashkil etish bo'yicha instruksiya hamda boshqa normativ hujjatlar asosida buxgalteriya hisobini to'g'ri tashkil etish, xo'jalik operatsiyalarini qonuniyligini va o'z vaqtida to'g'ri hujjatlashtirish ustidan boshlang'ich va joriy nazoratni tashkil etish, muassasa uchun ochilgan byudjet mablag'laridan va ularni belgilangan maqsadlariga to'g'ri va tejab sarflanishi ustidan joriy nazoratni olib borish, byudjet va nobyudjet mablag'larni belgilangan smetalar bo'yicha ijrosining hisobini olib borish hamda boshlang'ich hisob hujjatlariga xo'jalik operatsiyalari qatnashchilari tomonidan tasdiqlanmagan tuzatishlar kiritishga yo'l qo'ymaydi. Bank va kassa pul hujjatlarida tuzatishlar va o'chirib yozishlarga yo'l qo'yilmaydi. Muassasalardagi birlamchi hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iboratdir. Birinchidan, kirim kassa orderlari, ikkinchidan, chiqim kassa orderi, uchinchidan, to'lov talabnomalari, to'rtinchidan, ishonchnoma, beshinchidan, avans hisoboti, oltinchidan, vedomostlar, yettinchi, tabel, sakkizinchi, dalolatnomalar, to'qqizinchi, hisob-kitoblardan iboratdir. Boshlang'ich hisob hujjatlarining ma'lumotlari sintetik va analitik hisob registrlarida jamlanadi. Buxgalteriya hisobining registrlari deb hisob yozuvlarini ikki oyoqlama yozuv qoidalariga muvofiq ro'yxatga olish uchun mo'ljallangan maxsus shakldagi jadvallarga aytiladi. Shu yerda ozgina izoh kiritib ketamiz. Ikki oyoqlama yozuv deganda biz quyidagilarni tushunamiz. Ya'ni bir xil muomalani bir shotning debitida va ikkinchi shotning kreditida aks ettirish bu ikki oyoqlama yozuv deyiladi. Ular qanday axborotlarni hosil qilish talablariga qarab turli shakllarga ega bo'ladi. Tashqi ko'rinishiga qarab buxgalteriya hisobi registrlari jurnallarda, qaydnomalar, kitob yoki kartochkalarda aks etadi. Axborotlarni jamlash darajasiga qarab sintetik va analitik hisob registrlari mavjuddir. Sintetik hisob bu mol-mulk majburiyat va xo'jalik operatsiyalarining iqtisodiy mazmuniga qarab umumlashtirilgan buxgalteriya ma'lumotlari hisobidir. Analitik hisoblar esa mol-mulk majburiyat va xo'jalik operatsiyalari axborotlarini har bir sintetik shot ichida guruhlarga bo'lib, litsevoy shotlar, material va boshqa analitik shotlar orqali to'liq aks ettiruvchi hisobdir. Xronologik yozuv xo'jalik operatsiyalarining mazmunidan va ularni sodir bo'lish ketma-ketligidan qat'iy nazar sana bo'yicha aks ettirilish usuli hisoblanadi. Shuning uchun maxsus blankalar, xo'jalik operatsiyalarini ro'yxatga olish jurnallari ishlab chiqiladi.
Sintetik yozuv bu xo'jalik operatsiyalarini ro'yxatga olishda ular mazmuniga ko'ra shotlarda ikki yoqlama yozish, ya'ni operatsiya summasini bir shot debitiga va ikkinchi shotning kreditiga yozib aks ettirishdir. Mavzumiz mana shulardan iborat edi. Demak, e'tiboringiz uchun tashakkur bildirib qolaman.